Şu 4 o'g'ilning ikkinchisi bo'lgan Mehmet zaten nima uchun atasi tugab ketgandan keyin bayashat, ashu qilgan tijoratlarimi berekatlik, oilasimi xotirjam, bolalari mehr muhabbatlik, nayt ataning kuyimchan farzandlardan yaramliqlardan bo'lib ketdi. Sayyoda dachisi, Abdunumda ajisi, G'ulji shahriyada necha degan lo'fang uylari bor. Sahroda dachisi bo'lib ketdi. Muşunun aqısı zaten qandaq sırlar var, qandaq hikaye var. Anlap beqishni xohlamsiz, cho'qim bir anglang. Chunki bu ata-onasini qo'liga ip eng oxirgi tiniqlargacha shu ayolni ata-onasining yeniga berib xizmatini qilg'izib, ashtamig'ini atkizib, doktorxonalarda yo'qiltib, shunday qildi. 3 o'g'li qarg'a vaqtida bu barlig'ini berib, ata-onasini chin qalbidan qilganligi uchun bu oxirsida ata-onasidan keyin qolgandan keyin ko'klab ketdi. Ma haqiqiy hikoyalar jumang. Çoğun bir anlayıtan. Yani çoğu degan vaqtida ma'lum bir chet sahroyizda ma'lum bir odamning ki 4 o'g'li bor ekan. 4 o'g'li bor ekanda, hamda 2 qizi 4 o'g'li bor ekan. Bular çoğu degan vaqtida shunchalik tirishib ayol ikisi yosh vaqtlarida to'q osh qilib bozorlarga borsa gelidan o'tmay shu ballalarim deb o'qitibdi, yana bir nima qilgan tijorat chiqibdi, qizlarni o'ylab mushtaq qilibdi. Oxiri shu uyning kichigi shu uyda qilib qolibdi bu otani. Endi uyning o'g'illarning ikkinchisi bo'lgan bu bayon qilib ketgan Mehmet nihoyat mehribon bola kichigidan tortib, o'zining qalaymiqan bu ishlari yo'q. Mushtaq bo'libdi. Lekin bu tabiatning qonuniyati, ota-onamiz yosh cho'ng bo'lgandan keyin putag'iriydi, yuragi og'riydi, bo'ldi. Demakchi degan vaqtida bu ota-onasining ikkilisi mushtaq betap bo'lib og'rib qolibdi. Qolgandan keyin qolganlari keldi ekan, bir akil olmani bir nimani berib qo'ydi ekan, bo'pti deb ketdi ekan. Doktorxonaga yana bir uyni namashtandim qildi ekan. Lekin mavchu degan vaqtida ota-onasi og'rib qopti degandan olsa ayolni ip berib doktorxonaga birinchi paylidi. Opirib shu ayolni jinim ayol bo'ldi. Apam dadamning biz roziliklarini, shularning yaxshi tilaklariga erishib olaydi. Qarig'in Ballag'ı men bak, şu balının açtamağını men bazarda yigizib öydün üzerinden kol çıkıp birme. Muş ata-anam bir razı olup kalsın dep, belki inilerinin, akılarının aldıda talışıp jürüp şularının ayarlarını aldıda ayarını açta kızıp. Bu ayalıma nahayet çıraylık, şunçilik, mulayim, şundak bir iştahat men ayal boğalık için o bana yalvarışınızdan, ötünüşünüzden acıt yok. Çünkü biz neymiş kısak? Farzandlarimiz şunun şahitliği, guvachisi, körüp tuğuchisi. Keyin kelgusida bizning farzandlarimiz bizga shunday qiladi deb, mushunday kutib, uylariga akib qo'ndirib, shu doktorxonalarda berib, qarab, zat eng yaxshi taomlarni ota-onasiga berib, sayohatlarga chiqib, mushunday garchi uning cho'ng uyda u bo'lmasimi shu ota-ona qarash mas'uliyat, majburiyati bo'lmagan holatmi, lekin ota-onasini beshig'ib ko'tiribdi. Yıllar şu tariqada 5 yıl ötüptü, 10 yıl ötüptü, ata-onasining ma'lum bir yoshlarga kelgandan keyin bu dunyodan qo'shilishib, tugab ketibdi. Lekin chu degan vaqtida buning ichida isit deydigan xap ajab bo'lib qoldimi deb bir yiqan deymiz, armon qolmabdi-da. Shuning bilan chu degan vaqtda bu nurg'un iqtisodini ata-onasiga sarf qilgan bo'libdi, qolgan qarindoshlar qargan chaqda 100% ata-onasining ko'nglini tutib, shu otasi bilan onasining roziligini ilib olgan bo'libdi, shu kelinmi shu. Ammo ata-onasi tugab ketib, 1-2 yildan keyin qanday ko'klabdi deb birayman, hikoyani cho'qim oxirsigacha. Bo'p ketibdi, bir bolasi Ishkirdagi Kuytun degan maktabga o'tib ketibdi, yana bir bolasi Shanxaydagi bir Javtondashiga o'tib ketibdi, yana bir bolasi ma'lum bir kasbni qilib, bu kasbdan utuqlarni qozonibdi. Ayol ikkisining degan shunchalik qavatga ishlari bor ekan, shaharlardan jiqaroq pullarni berib, uylarni deykvan qilib olibdi, deykvanlarni ham qaytirib qo'yibdi. Shunchalik xotirjam, tinish holat. U bolalarining kuyimchanligiga gap ketmaydi, jumon. Ajoyib, voy appa, voy dada. Voy appa, nima ishingiz vaqt bering deb mana shu ota-onasining poqsudigidan yana bir nimasidan zerikmay qolgan 4-5 bola qargan chaqda shu uyning o'ttiranchisi bo'lib qolgan holatdimi? And qolgan qarashqa tegishlik shu uylarni besib qolgan shular qargan ota-onasining holidan yaxshi xabar olganlik uchun oxiri ko'klab mana mushunda holatda huzur halovat surib qishni kuni sayyoga boradigan, yozni kuni butun tog'larni sayohat qilib mushta yaxshi o'ynaydigan, naga boradigan bolalarning ostida katta mashinalar, shaharlarda bino uylari, sahrolarda dachilar ulab ketibdi. Mana bu nima degan vaqtda
birisi partiya hukumatga agash gapini angla yaxshi jo'ngo fuqarosin. Yana birisi deydiganim ota-onangga yaxshilik qil, jimiki yaxshiliklarning hammasi mayli ota-onamiz men deb o'tib ketdim-ku, dadimiz aroqkesh, qimavoz, bachchivoz, nachar odam bo'lib ketsa, u bizning shu dunyoga apridi bo'lishiga sababchi. Shuning uchun dadimizni hurmat qilamiz, yaxshilik qilamiz. Onamiz kim bo'lib ketishidan qat'iy nazar, u uning o'tmishi, tarixi, yoshlikda xatolashmaydigan hech kim yo'q. Xatolashib ketgan bo'lsa, ya'ni biz yaxshi farzandlardan bo'lib, biz farzandlarimizni shularga jimiki yaxshiliklarimizni qilsak, va tijorat degan o'ng yonboshdan keladi, ish degan gulib ketadi. Vay atanni bir kuldirib olganlik, xo'sh qilib olganlik, bir parcha go'shtni bo'lsin yigizib olganlik. Va buningdan ortiq ish nada voy dunyoda xo'shallik degan. Shunga ko'nlar deydigan o'tgan yil Abdukarim malimi dedi-ku. Birisiga ota-onasiga yaxshilik qilib, ota-onasining roziligini olgan odamning bek ishlab ketishining hojati yo'q. Yana birisi ota-onasining nafratiga, ota-onasiningki yomon işte qog'ishlarga uchrab ketganlarning bek ishlab ketishining hojati yo'q. Chunki ota-onasininki roziligini shularningki yurigidan o'rin olib shularni har vaqt kuldirib shular uchun xizmat qila olgan odam oz to'ltirishib qolgan holatda o'zining qandoq boyib ketganini, to'nglikdan to'shikdan kirib o'zining xil katta boylar qatori kirib qolganini o'zim bilmayman. Ammo ota-onasini qaqshitib, ota-onasini shulab, ota-onasiga ahonat qilib, halidis ashta qilib, ulardan zar qilib ota-onasining mol dunyosini ziyon zahmat uchratganlar-chi degan vaqtda avliyo azam sunu ko'ngib ketgan. Siz nim bo'lib ketgan, qarsiz tirishayotgan, ish o'qitimiz mong'ul mashtaq qilayotgan. Lekin cho'tsangiz bir yerdan pirtdi bir putoq chiqadi, vassiz chiqadi. Oxirsiz cho'tsangiz shu yanil xonavayronchilikda topgan tagingiz tizingizdan oshmaydi, shu nimadan o'tangdan o'tamaylam, ashta o'tib ketasiz. Shunga endi bizmi bir inson, yo bir olim emas, yo nima emas, odatdagi bir odam biz. Endi bizning gaplarimizningki 70%, 60% miyig'izini shaklni ilg'ab chiqarib etinglar. Shunlashqa gaplar to'g'ri bo'lsa, sho'didu deb qo'yinglar. Hammamiz shu yaxshi bir farzandlardan bo'lsak, ota-onalarimiz uchun jimiki yurgimizdagi yaxshi ishlarni ota-onalarimiz qilib bersak, demak, hammamiz bu keyin kunliklarda farzandlarimizning yaxshi bir ulgusi bo'lib, yaxshi farzandlarimiz biz ota-onamiz qilganimizni cho'qim bizga hassilab qaytirdi deb men shu haqiqatga ishonaman. Sizmi ishonamsiz? Mana men sizlarning uy mulkchi do'stinglar Anvarjon, uy mulk ayt so'raydigan maslahatlaringlar olib qolsa undidor ham telefonda 156 28 17 95 17. Rahmat xalqim, salomat bo'linglar.